Bormisiz, bormisiz, omonmisiz Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalining qadrli muxlislari, e'tiboringizda Bormisiz, omonmisiz dasturi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalining sodiq samimiy tomoshabinlari, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun yana chorshanba, bormisiz, omonmisiz deya sizlar bilan g'oyibona diydorlashib turganimizdan, sihat salomatlikda uchrashib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Voy, gapiring. Yo'q, gapirardimmi? Kayfiyat yo'q nega? Ana shunaqa kuling. Bugun kayfiyatim yo'q nimagadir. Kayfiyatni ko'taradigan mehmonlar bor lekin. Yo'q. Xohlasangiz mezbon bo'l. Rosa kulsaga hali, lekin rostdan Xo'sh, kayfiyat. qadrli do'stlar, kun qalay o'tyapti? Yaxshimi? Hammasi joyidami? Va biz bugun ham ajoyib mehmonlar taklif etganmiz. Bejizga birozgina mavzuni kirish qismi kayfiyat haqida so'z ochmadim. Bugun chindanda bir necha soniya avval biz Instagram tarmog'iga story joyladik. Joyladingiz. Va u yerda kayfiyatlar go'zal bo'lishi, bugungi dastur zo'r o'tishi haqida oldindan bashorat qildilar. Shunday bo'larmikin? Bundan ham zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Eng asosiysi bizga hamroh bo'ling. 1 soat emas, bugun bormisiz, omonmisizda 1,5 soat gaplashamiz, kulamiz, o'ynaymiz, qo'shiqlar tinglaymiz. Oldindan haqiqatda yaxshi kun, yaxshi kayfiyat va'da qila olamiz. Demak, birin-ketinlikda aynan bugungi Bormisiz, omonmisiz dasturining qahramoni va ularning shogirdlari, yaqinlari, do'stlari, oila a'zolarini taklif etish istagidamiz. Tayyormisiz? Biz boshladik, ketdik. Azizlar, bugun kimning kayfiyati bo'lmasa, demak bizni tomosha qiling. Kayfiyati yo'q tanishlaringizga qo'ng'iroq qiling. Tez-tez Madaniyat va ma'rifat telekanaliga olishsin. Hozir mehmonlarni taklif etishni boshlaymiz. Marhamat. Ajoyib inson, so'z ustasi, nihoyatda sizning sevimli ijodkorlaringizdan biri Zokir aka Ochildiyev. Marhamat, assalomu alaykum. Musiqa, nimaga musiqa yo'q? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Hormaylar, bormisiz, omonmisiz bizga juda ham qadrdon ko'rsatuvlardan, shu uchun chaqirishganiga labbay deb 3 kishi keldi desa 6 kishi bo'lib keldik. Sababi rejissyordan iltimos qilib yana qo'shimcha vaqt ham oldik. Bu sizlarni ko'p gapirishinglar uchun emas, ular uchun iltimos qildim. Kamroq gapiraylik. Tezroq chaqiring ularni tez. Bo'ldi. Hammaga salom, hammaga salom. Davom etamiz. Aynan yana bir so'z ustasi Zokir Ochildiyevning hamkasblari. Ular ham sizning sevimli ijodkorlaringiz. Demak, Sohib aka Hasanov, marhamat. Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Eng sara qiziqchilar ko'rsatuvda mehmon. Marhamat. Xayr qulay bo'lsa. Joy tanlash o'zingizdan. Demak, endi mazkur ijodkorlarimizni, shogirdlarini ham taklif etganmiz. Sendan bir kun oldin ijod boshlagan bo'lsa ham ular albatta ustoz bo'ladi. Demak, davom etamiz qiziqchilar. Zohid Shomurodov, Elbek Shukurov, Xolmurod Niyozov, Nodirbek Hayitov va Rustam Doston. Assalomu alaykum. Kelinglar, marhamat. Tanashga ulgurmay qoldi muxlislar. Keling mana. Bu yerda ham joy bor. Xayr qulay bo'lsa marhamat. Ana, Bularni ota-onalar sanashga ulgurmagan, sizlar qayerdan ulgurasiz? Bular ko'pchilikni tashkil qilishadi demoqchiman. Xush kelibsizlar. Ana. Kayfiyat boshlanib ketdi. Aytyapman-ku, bugun boshqacha bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Kayfiyatlar zo'r. Rahmat. O'zi odatda qiziqchiga kayfiyat qanday demasa kerak, Zokir aka? Nima qilyapsizlar hozir deydi. Rostdan doim kayfiyatinglar yaxshi bo'ladimi? Doktorlar ham kasal bo'ladi-yu, sizlar ham xafa bo'lasizlarmi? Albatta, mana shunaqa savollar bo'lganda albatta kayfiyatimiz tushadi bizlarning. Bizning ham kreditimiz bor bizda. Mana bu kredit bor. Mashina remontdan chiqmaydiganlar bor. Kayfiyatsiz payti bo'ladi. Kreditni aytish shart emas, xotini borlar hammasini o'zi. Mana shu yumruqda qabul qilasizlar. Salomat bo'ling, minnatdorlik bildiramiz. Mana shunaqa kayfiyati zo'r. Biz hazil qilishga harakat qilamiz, chunki efirdan ko'radiganlar bizdan hazil kutishadi. Hammasi qiziqchilar, so'z ustalari, ya'ni qo'shiqchilarimiz ham haligi hajifni yaxshi ko'radigan, hazil yaxshi ko'radiganlar. Shuning uchun bugun hazillashishga harakat qilamiz. Sizlar ham to'g'ri tushunasizlar. Boshlovchilarimizga hazilda kelganimdan boshlab borganman. Buni hammasini yaxshi kayfiyat uchun deb tushunishlaringizni iltimos qilamiz hammaga. Endi hozir biz ish jarayonidamizda. Bizni studiyaga shu qiziqchilik taklif qilindimi? Demak, biz efir orqali tomoshabinlarga
o'zimizni kayfiyatimizni uzatishimiz kerak. Lekin hayotda ko'pchilik menga savol, hayotda juda ham jiddiy ekansiz deb qo'yadi. Unaqa savollar ko'p bo'ladi. Bu savol hammamizga bo'ladi. Lekin bir narsani hisob kitobini qilayotgan paytda kim masalan kulib hayotda jiddiy ayniqsa chiqim bo'ladigan paytida. Shu uchun aytadiki, u ham inson tinmas, tikonsiz ochilgan gulmas. Uning dardi faqat pulmas, qiziqchiga oson bilmang. Talabi qarsagi guldir. Xudo nazar qilgan quldir. Bosgan izi doim nurdir. Qiziqchiga oson bilmang deydi. Shay salomat bo'ling. qarang, men telefonni ham qarsak cholyapti. Ana shunaqa tabiiy kulsa odamning yuziga ajin tushmas ekan. Bugun hammasi tabiiy toza mahsulotlar bo'ladi. Eng asosiysi kulgu, mutoyiba, hazil hammasi yurt tinch bo'lsa, osmon musaffo bo'lsa yarashadi-da. Bugungi efir soatlarimiz ham xuddi shunday. Demakki, izn bersangiz, ko'rsatuv an'anasiga binoan biz bitta qo'shiq ixtiyor beramiz. Shu fursatlarda O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Namangan viloyat bo'linmasi yakkaxon xonandasi Umidjon Qoraboyev vatanni madh etuvchi tarona bilan tayyorlar. Birgalikda eshitamiz. Uzoqdan kelganlar bugun Namangandan tog'lar. Sehrli mikrofonni berib turasizlar endi. Endi ilhom kelishdi Umidjon boshladi. aka, marhamat. Xush kelibsiz. Qo'shiqdan keyin yanada ilhom beradi. Ketdik, marhamat. Yangi O'zbekiston, yangi zamona, yangicha orzular qalbda jo'sh urar. Bu kunlarga aytsak arzir shukrona, el shodon tinch totuv davronlar surar. Bu kunlarga aytsak arzir shukrona, el shodon tinch totuv davronlar surar. Baralla kuylaylik, qalbimiz yonar. Shu vatanga jon fido, ming bor shukrona. Baralla kuylaylik, qalbimiz yonar. Shu vatanga jon fido, ming bor shukrona. Yangicha ish reja, yangicha talqin, qadroslar har kuni yangi manzillar. Qadamlar tashlaymiz, kelajak yorqin. Muqaddas zaminning egasi bizlar. Baralla kuylaylik, qalbimiz yonar. Shu vatanga jon fido, ming bor shukrona. Baralla kuylaylik, qalbimiz yonar. Shu vatanga jon fido, ming bor shukrona. Birimiz jurnalist, birimiz dehqon, birimiz muallim, olim birimiz. Qayerda bor ayting, bundayin imkon. Dunyoni lol etmish shon shuhratimiz. Qayerda bor ayting, bundayin imkon. Dunyoni lol etmish shon shuhratimiz. Ey ravshan faxr et, she'r dostonlar ber. Farzandlik burchingni unutma zinhor. Vatanning tuprog'in ko'zlaringga sur. Uni kuylamoqlik bu baxt
yashang Umidjon Qoraboyev, rahmat, salomat bo'ling, minnatdorlik bildiramiz ana. Olgan odam berishni ham bilyapti. Salomat bo'ling. Yurt tinch bo'lsin, osmon musaffo bo'lsin iloyim. Suhbatni boshlaymiz, ha? Suhbatni boshlaymiz-u, chuqur nafas oling faqat-da. Achchiq haqiqatlardan kuldirib gapirishadi. Xo'p, kim boshlab beradi? Ustozni kim maqtaydi? Bugun ustoz shogird an'anasi. Otaday ulug'. Ustoz otaday ulug'. Zokir aka o'ziga navbat to'g'riroq ustozlarni eslaylik. Ustoz va shogird an'anasi bugun mavzumiz. Albatta ustoz juda ham keng tushuncha. U hammani o'zini dunyo qarashi, o'zini insofiga bog'liq. Ustozga qanaqa qarash? Bir katta mamlakatni podshosi ustoz otangdan ulug' degan iborani ishlatar ekan. Ko'pchilik aql o'rgatadi, ustoz otadan ulug' bo'lmaydi, ustoz otaday ulug' bo'ladi deb aql o'rgatishadi. Ikkita variant ham bor-da. Katta mamlakatning podshosi ustoz otangdan ulug' deb ta'riflashgan keyin so'rashibdi. Bu gapda qanaqa hikmat bor desa, haqiqatda ustoz otadan ulug'. Sababi otam meni ko'kdan yerga tushirdi, ustoz meni yerdan ko'klarga ko'tardi deb javob bergan ekan. Demak, endi to'yiga kelib bir hafta, bir oy kelin bilan yashab, yana bir joylarga ketib qolib, shu bilan yo'qib ketsam, ota bo'lib qolaveradi-da. Lekin ustoz haqiqatdan ham mehnati singan, ko'zini nuri ketgan odam, mehri tushgan odam bo'ladi. Shuning uchun shunchalik ulug'lashsa kerak. Shuning uchun ustozlarimiz doimo baxtimizga omon bo'lishsin, o'tganlarini Alloh rahmat qilsin. Sohib aka. Bittasi savol bergan ekanda, men bittasiga aroq ichishni o'rgatib, ustozlik qildim. O'sha meni 1-oktyabrda tabriklasa bo'ladimi degan ekan. U Tohir aka tabriklaveradi. Endi ustoz gaplariga qo'shimcha o'laroq aytamanki, o'sha Mumtoz adabiyotimizda ham aytilganki, Hazrat Navoiyning bir ajoyib jumlasi bor. Hozir sal-pal esimga kelguncha aytaman. Haq yo'linda kim senga bir harf o'rgatmish ranj ila, aylamak oson emas, uning haqqini ado ming ganj ila degan shu Navoiy hazratlari ustozlarni shunchalik ulug'lagan bo'lsa, demak ustoz aytgan gapda jon bor. Haqiqatan ustozlar bizani ko'kka ko'tarishimizga sababchi bo'lgan inson. Mana shu yerda qancha shogirdlar o'tirgan bo'lsa, mana shu bitta ustozni etagidan tutganmiz. Keyin men o'zim haqimda emas, o'zimning ustozlarim haqida gapirdim hozir. Albatta, ustoz endi bu kishi aytganday, haqiqatan ham otangiz hayotga keltirgan bo'lsa, ustoz hayotda o'rningizni topishga o'rgatadigan insonda. Mana bu yerda Zokir akam qatorda o'tirgan, mana Elbek, Xolmurod, Nodirjon birinchi qaldirg'ochlari akamni. O'zi hayotda mana men sherigim Tohir aka bilan yursam, ustoz kim deganda, Tohir akaga ham joyi kelganda men ustozlik qilishim mumkin. Men Tohir akadan bir-birimizga ustozlik qilib kelishim, bir-birimizga o'rgatishimiz mumkin-da. Xuddi shunday Zokir akadan ham ko'p narsani o'rganganmiz. Meni shaxsan men ham o'zim ham qo'li ochiqligi, tantiligi, mehribonligi, oqibati borligini o'rganganmiz bu kishidan. Ular endi Nodirjon, Zohid, mana bular yonlarida birgalikda sahnalarda yurib, necha yildan beri birgalikda ijod qilib, bu kishida sahnada o'zini qanday tutishi, sahnada qaysi gapni gapirish. Qo'yingki hayotda o'zini o'rnini topishga va oilasini boqish uchun qiziqchilik degan bir yetuk mutaxassis aylanishiga bu kishining hissasi juda ham katta. Har bittasiga, to'g'rimi Nodirjon? Xuddi shunday. Mana endi ustoz haqlarida gapiradigan bo'lsak, men ham boshlanishda dovdir-sovdir bo'lib qo'limizdan nimadir keladi, bir latifalar aytamiz. Ko'rsatuvlarimiz ham bor, haligi kuldiring ko'rsatuvlar bo'lib, shunda chiqib yurardik. Yo'q, tanimayapti emas, tanirdi. Lekin baribir bir joyga borib qadaldiki, shu boshimiz bor tegdiki, bar ustoz ko'rish kerak ekan. Aynan bu sohada, har qanday sohada ham ustoz kerak ekan. Shunda ustoz oldilariga borib, ustoz endi meni shogird shogird qilib oling. Endi sizni yoningizda yurmasak, bu kimnidir etagini ushlash kerak ekan deb ustozni oldilariga borib, ustozni yonlarida ko'p narsani ustoz nafaqat qiziqchilikda har doim men uylariga borganimda, qani nima yangilik deyorardilar. Nima yangilik, jahlim chiqib ketardi. Qaydan topaman men yangilikni? O'zi yo'q bo'lsa, latifa eski narsa bo'lsa ham qaydan topaman bu narsani deb jahlim chiqaverardi. Shu yo'l bilan ustoz meni sekin-sekin
yozishga tarbiyalab bo'lgan ekanlar o'sha paytda. Izlanishga majbur qilganlar o'sha narsa. Hozir nimadir yozishimiz kerak, nimadir topishimiz kerak deb ko'p harakat qilamiz. Shu narsa odat tusiga kirib qoldi. Keyin ustoz bilan xizmatlariga borganda, ustoz borgan davralarida qaysi davrada kimga qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa insonlik davraga borganda inson o'zini qanaqa tutish kerak, shu narsalarni o'rgatdilar. Umuman shaxsan meni o'zimda hayot yo'limda qiziqchilik sohasida ham, hayotda ham o'rnimni topib ketishimda juda katta hissalarni qo'shgan inson ustozimiz Zokir Ochilov bo'ladi. Rahmat, Zohid Zohid aka aka. marhamat. Kichkinaligimdan shu maktabda o'qiyotgan paytlarimizda handalak ko'rsatuvini ko'rib, handalakdan oldin madaniyat edmaydi. O'zbekiston kanalida bo'lardi-yu, tongi Assalomu O'zbekistonda kichkina chiqishlar. Ana o'shandan boshlab muxlis bo'lganmiz, maktabda o'qiyverardik. Xudo xolasa niyat qilardim. Maktab tamomlasam Toshkentga borsam, mana shu odamlar o'qigan joyda o'qiyman deb. Shu niyatimga yetdim. Shu insonlar o'qigan o'sha san'at institutida o'qidim. Hayotda shu odamlar bilan ko'rish nasib qilarmikin deb o'ylar edik. Televizorda ko'rgan odamingizni hayotda har doim ham ko'ravermaysiz-ku. Ko'rish nasib qildi va birga ishlash, shogird bo'lib xizmatlarini qilish nasib qildi. Ortiq Zokir akalarimiz, ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi tomonlari ko'p, chunki bizga o'sha mana Nodirbek ham biladi, biz birga o'qiganmiz. Institut bitirayotgan paytimizda shunaqa zo'r qiziqishdik. Kuldirib tashlardik-a. Keyin ta'lim tarbiya olgandan keyin bo'lsa qiyin ekan bu. Har xil gapni gapirish mumkin emas ekan. Har xil qilig'ini qilish mumkin emas ekan, sahnaga chiqib ustozlardan o'rgandik. Sahna bu choyxona emas-da, baribir. Sahna bu choyxona emas ekan. Keyin qiziqchilikni hamchi hammaga o'rgatib bo'laver. Qiyin, bu o'rgatib bo'lmaydi. Bittasi keldi-da menga bir 4 yil oldin, "Akam men dedi, men ham shu qiziqchi bo'lmoqchiman." Xo'p. Nima uchun aynan qiziqchi bo'lmoqchisan desam, qiziqaman men qiziqchilikka, qiziqaman yoshligimdan dedi. Men futbolga qiziqaman, lekin o'ynamayman-ku dedim. U ham o'ynamas ekanda, qiziqqani bilan qiziqchilik bo'la olmaydi-da baribir. Men artist yasa olmaymiz. U odamda o'zida bo'lish kerak, tabiatan Xudo tomonidan berilgan bo'lish kerak. Xudodan 99% qiziqchi bo'lib onangiz qornidan tug'ilgan bo'lsangiz ham baribir ustoz ko'rishingiz kerak. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar bekarga aytilmagan. Endi qiziqchiga ustoz kerak emas degan fikrga ham borishi mumkin. Yo, kerak baribir. Yo, demoqchi bo'lganim sohib aka, men aktyorlikda o'qitadi, qo'shiqchilikda o'qitadi, qiziqchilikda o'qitadigan joyi yo'q. Shoirlikda ham joyi yo'q, ha, o'qitadigan. Misol uchun shoirlar o'qiydigan bo'lmasa, da, xuddi shunday. Qiziqchi ham, shoir ham o'qitilmaydi. O'zi qo'ldan kelgancha o'zi o'g'irlab olaveradi ustozdan. Shunaqa voyib ketaveradi. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda albatta. Joni sog' bo'lsin ustoz, tanijon sog' bo'lsin. Men Shohjon aka sizga ham rahmat. Asosan bu odam boshlovchiday bo'lib qolyapman-da. O'zing ham boshlovchilar Biz yonida. bugun 4 kishimiz boshlovchilar. suv uzatib turinglar, sizlar suv uzatib turinglar. Sen boshlovchiga o'xshamayapsan, mana gapirmasligingdan sen tugallovchiga o'xshaysan. Oxirida gapirasan. Savol berib qo'yapman-da. Shu temani ustoz haqida shuni yop keyingi mavzuga o'tamiz. Ustoz vaqt muammo bo'ladi degan savol javob qildiradigan. Bo'ldi, boshqa mavzuga o'tishimiz uchun hozir biz bitta pauza kerak sizga bizga. aytdim. Erkinroq kiyinay dedim qiziqchilar kelganda. Yo'q dedingiz mana. Hozir sizga Qilaverib tugmalarni suv kerak, sizga suv kerak, nafas yetishmay qolyapti. Sal o'zingizni Tan olaylik, bosib oramizda baxtli inson borda. Biz ustozni otaga qiyoslasak, otani ustozga. Bir tomonlama baxtliki ham ota ham ustoz. Mana baxtli inson. Ham ota, ham ustoz, ham do'st, ham qalqon. Salomat bo'ling. Ustoz ko'rgan insonlardan bir og'iz tilakdan avval bitta qo'shiq Bitta qo'shiq tinglasak. Bizga ishora berilyapti-da. Navbatdagi boshlovchimiz. Yo'q, savol emas. Tugallab qo'ying. Yo'q, endi qadim o'rgatilgan, so'z bermasa olinglar ichidan. Gapingni o'tkiz deyilgan. guli-guliga to'g'ri kelsa bosaveringlar deydi. Puli-puliga to'g'ri kelsa to'yga boringlar, guli-guliga to'g'ri gapiringlar. Qadim zamonda bir boyvachcha eshitgan. Rivoyatni qarang kuchliligini. Boshlamasida o'zi mana chiqib ketadi. Qara, bir og'iz gapingga yo'talib chiqib ketib qoldi. Oxiriga gapirsang Suv beringlar Jasurga. Bir boyvachcha odam, juda puli ko'p, ham donishmand.
man haqimda bo'lsa qadim zamonda deyman. Siz qadimda ham bir yashagansiz. Ikkinchi yashashim. Otlarini minib, tuyalarini minib, o'zini sarkarda, lashkarlari bilan shu saroy bo'ylab ketyapti ekan. Bir bola yurgan ekan. Ana buyuk, mashhur, o'sha donishmand, buyuk boy odam shart o'rnidan tushibdi-yu, ana bolaga mehribonchilik qilib, salom berib, mana shunaqalar qilib ketdi. Atrofda hamma hayronmish. Siz shu darajada boy bo'lsangiz, bu vatanda eng ulug' insonlardan biri bo'lsangiz, nima uchun bu bolaga? U odam qo'y boqib yurgan bola bo'lsa, nima qilasiz bunga? Otdan tushib salom beryapsiz, yo'q. Bu mani ustozimni o'g'li degan ekan. O'shaning uchun Rustamjon. Rahmat. Rustamjondan hozir Salom bitta ber. Sizam Kristodan tushib salom bering. Marhamat. Rustam dostoni ijrosida ajoyib bir qo'shiqni Salom birgalikda bermasalar ham tinglaymiz. navbat beringlar. Bilmay ko'ngil qo'yibman, ishq o'tida kuyibman. Tanlab yor sevib, bag'ri toshni suyibman. Sen meni sevmasang ham, sen meni kutaman. Ko'ngil qo'ymasman, bevafoni suymasman. Endi ko'ngil qo'ymasman, bevafoni suymasman. Muhabbatning bog'iga qaytib qadam qo'ymasman. Muhabbatning bog'iga qaytib qadam qo'ymasman. Ammo kutaman. Doston ijrosida kutaman qo'shiqi. Salomatlik. Hammani o'ynatib Aytib yubordik. bering demasdan bitta duet qilaylik desalaring, bular ham birdan bekitib Boydan beri bizga. navbat berdilar. Juda zo'r bo'libdi. Premyera. Birdanigacha duet qilardi demasin deyishgan. Zo'r bo'ldi. Sekin. Fursatdan foydalanib ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekka alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin, tana jonlari sog' bo'lsin. O'zim yaxshi ko'rgan ashulalarni Ozodbek Nazarbekovnikidan bu boshqacha salgina o'zgartirish qildik. Cover bo'ldi. Cover Ozodbek varianti Nazarbekov shunda? o'zlari aytuvdilarki, bir kun Rustam aytar shu qo'shiqda deb shuni qiluvdim dedilar. Fursatdan foydalanib shuni aytishim kerakki, bu ashulani sayqalini Rahmat deb qo'yapti. marhum san'atkor Sultonali Rahmatov oxirgi so'nggi Oxirgi ijodlaridan ishlari, shu Sultonali so'nggi Rahmatovning ijodlaridan biri shu oxirgi bo'ldi. ilgilari. Alloh rahmat qilsin, oxiratlarni obod qilsin. Boshqacha bezak berganlar-ku shu Sultonali akani ishlari. Shunday. Rahmat. Alloh rahmat qilsin. Sezilib turibdi haqiqatda. Zo'r. so'z Elbekka gapir endi. Nima deysizlar yana ustozlar haqida? Sen gapirmasling kerak. Mana qo'shiq aytdi, hech kim xalaq qila olmadi, chiqib o'ynadi. Qo'shiq aytish kerak. Gapiring. Ketdi, gapirur, hazil. Ha, endi ustoz shogird an'analari bugungi mavzumiz ha. O'sha ustoz shogird an'analari oldin juda kuchli bo'lganda. Oldin, ha? Hozir Nega kunga- hozir unday emas deb Hozir kun yo'qolib ketyapti. Men o'shani sezyapman-da. Misol uchun bir ustozga shogird tushish uchun yillar mobaynida borilgan. O yonda Ba'zi yurgan. birlaring ustoz kerak emas, qiziqchiga degan gaplar gapirayotganimsiz. Endi internet tarmoq bu har xil gap so'zlar chiqyapti, endi bilyapsiz. Sun'iy intellekt bo'lsa kerak u. Gapirgan. Ko'pchilik shunday deydi. Oldin shunaqa bo'lganda bitta ustozga shogird tush uchun yillar mobaynida 3 yil, 4 yil, 5 yillab ketgan misol uchun. O'shanga keyin arang shogird tushib olib, shu xizmatlarini qilib yurgan. Shunga ham yonida olib yurmagan. Keyin bo'lgan. Aytyapsan, tartibi shunaqa bo'lganki, ustozni yoniga xizmatini qilib, shu yoniga yurish uchun shu xizmatini qilinganda, ruxsat bo'lish uchun. O shu ma'noda 10 yil, 15 yil o'rgangan
ustozi uni savollariga javob berolmay qolgandan keyin duo berganda endi sen mendan ham kuchlisiga bor, sen уже yetilding, xizmatga bor u deb javob berib yuborganda keyin shunaqa qoida bo'lgan. Ustozga berganda nima deydi, eti sizniki, suyagi bizniki deb berilganda avval. Hozir masalan oddiy maktabga berilsa ham o'qituvchingiz sal xo'mraysa menga telefon qil deydi. Hozir deyarli yo'q-da. Haqiqatan ustozimizning gaplarida jon bor. O'sha tarixiy faktlarda keladiki, aynan o'sha Yusufjon Qiziq Shakarjonov ustozlarining yonida 15 yoshdan 29 yoshgacha rovna 14 yil xizmatlarini qilib yurgan. Endi meni ham o'sha Yusuf Qiziqjon Shakarjonovga o'xshagan tarafim bor. Buni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bilmaydiganlarga aytib qo'yaman. Yusufjon Qiziq Shakarjonovning ham ustozlarining ismi Zokir Qiziq bo'lgan. Bizning ham ustozimiz ismi Zokir Qiziq. Faqat o'sha tomoni o'xshar ekan. Men hozir Xolmurodni Yusufjon Qiziq bilan o'xshash tomoni bor. Mana Nobel mukofotining ta'sischisi bor-ku, Nobel degan odam. Ha, shu Nobel bilan o'xshashlik tomonim bor. Meni ham yaxshi ko'rgan qizimni berishmagan. Zokir aka, mana endi baribir qiziqchi bo'lgandan keyin ekranlarda chiqadi, taniqli bo'ladi, shogirdlaringiz ba'zida mag'rurlanib ketadi, ba'zida ozgina o'zidan ketib qoladi. Shogirdlarni o'sha o'ziga keltirib qo'yadigan qanaqadir usullaringiz bormi? Hey deb. Albatta, o'zidan ketganda betiga suv uriladi birinchi navbatda. Betiga suv ursangiz o'ziga keladi, o'zidan ketgan shoh. Endi hammani o'zini nimasi, nima deydi, dunyo qarashi, o'zini uydan olgan tarbiyasi, o'zini malakasi, o'zini xarakteridan kelib chiqiladi. Nima deydi, hozir avvalgidek unaqangi qattiq bog'lab turilmaydi yoki unaqa qattiq shartnoma qilinmaydi. Eti sizniki, suyagi bizniki degan narsa bo'lmaydi. O'zini, endi o'zidan kelib chiqib, o'zini xarakteri qanaqa, u yana siz bilan yana aloqalarni uzmasdan davom etmoqchimi yo shu bilan ketmoqchimi xayrlashmasdan, u o'ziga bog'liq. Sezsangiz tanqid qilasiz, baribir bir qandaydir suhbatlarda gaplashasizmi shu mavzularda? Yo'q, albatta iloji boricha o'zi so'ragan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Lekin xatosi ko'rinib tursa, mana shuni o'ylab ko'r deb aytiladi. Chunki yoningizda yurgandan keyin mas'uliyat bo'ladi-da sizga ham. Muxlislarning oldida ham, shu Allohning oldida ham shogirdga nisbatan sizda mas'uliyat bo'ladi, javobgarligi bo'ladi. Buni xatosi yonida yurib faloncha aytmabdi-da deb qaraladi-da. Yonida agar yaxshi ish qilsa, falonchani yonida yuribdi-da, ustozingga rahmat yo otangga rahmat, shu yonida yurganligini qarang, gapini qarang, ma'ni chiqdi yoki qilgan ishini qarang, juda chiroyli ish qildi. Ustoz ko'rganda ustozingga rahmat deyiladi. Yomon ish qilsa ham aksincha, demak, yonida turib shular aytmadimi? Shular tanbeh bermadimi degan gap ham ustozga keladi. Bugungi kunda ustoziga ham qiyin. Ustoz ham xuddi farzanddek, ota boladek ustoz bilan shogird. Mana farzandingiz bironda bir ayb ish qilib qo'ysa, uni jazolaysiz-ku. Jazolaysiz, lekin baribir farzandingizni yaxshi ko'rasiz-da, keyin yana shu muomala qilib ketaverasiz. Shogird otasi urishadi-ku farzand. Ustoz urishsa, xafa bo'lib ketib, qaytib kelmasa u shogird bo'lmaydi. Lekin ustozning o'sha tanbehini, o'sha jazolashini, o'sha urishini eshitib, meni ustozim bo'lgandan keyin o'shada ustoz kechiring deb yana qaytib kelishi, bu haqiqiy shogird bo'ladi-da. Shuni hisobiga o'sadi. Ha, shuni hisobiga. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib yengi ursa, shuni hisobiga o'sadi. Hozir Elbekni gapida shu narsa borki, bugungi kundagi shogirdlikka oling deb yoniga kelyapti. Mana shunaqa xizmatlari bo'ladi endi. Ustoz atrofida yurgandan keyin xizmatini ham qilishingiz kerak, aytganini ham qilishingiz kerak. Agar bir o'sha xizmati ham mana shu shogird qilmasa ham qolib ketmaydi ana xizmatdan. Qolib ketmaydi. Bu xizmat ham tarbiyada. Shunday. Bozorlik qilib keldi, qo'liga pul bersa ham unda tarbiya u kuzatadi. Buncha pulga qana nima olib keladi, qanaqasini olib keladi, qanaqa savdolashadi. U hayot davom etadi. U har biri buni o'zini foydasiga bo'ladi. Bu ustozni gapini ko'tarolmasdan qaytib kelmasa, u shogird bo'lmaydi. Qaytib kelgandan keyin u shogird bo'ladi. Haqiqatdan ham shakllanadi keyin. Agar birinchi marta qo'liga mikrofon ushlamagan odamga to'ylarda qo'liga mikrofon bering, qaltirab qoladi. Gapini yo'qotib qo'yadi. Oting nima desa aytolmaydi. Ustoz bunga sahnada qo'lidan yetaklab olib chiqib, ustozning yoniga ruxsat berilganligini o'zi bu shogirdga nima deydi? Imkoniyat. Nima deydi? Kuch beradi, ishonch beradi.
motivatsiya deng. Shuni o'zi ustoz, to'g'rimi? Misol uchun sizni yoningizga shu Nodir yoki Elbek qarindosh. Ustozning vazifasi yoningizda yurishiga ruxsat berishda. Ha, sizga yaqinlashish uchun qanchalik imkoniyat izlagan, povod izlagan deydi. Siz shunga ruxsat berganligingiz o'zi katta imkoniyat. Va xohlagan paytida savol berishiga huquq berib qo'yganingizni o'zi. Lekin zamonaviy shogirdlar nimaga hozir ustozlarni go'yoki homiyim deb qarayapti? Yillar davomida xizmatini qiladi, darsini oladi, qachondirlar menga homiylik qilib, qandaydir davraga olib kiradi. O'ziga chiqarishiga yordam beradi. Hammani qarashi har xil. Siz aytganday, kimdir nima uchun ustoz deydi, shuni repertuardan foydalanish uchun ustoz deydi. Kimdir bu aytganingizday, haligi olib qo'ygan domidan foydalanishga ustoz deb yuradi. Keyin yana o'zi domasa qaytib ketadi. Yana hammani o'zining maqsadiga bog'liq. Nima deydi? Ko'zlagan marrasiga bog'liq. Qayerni ko'zlagan? Qayergacha boradi? Qayergacha? Ha, albatta bizaga har hafta kamida bitta bo'lmasa ikkitasi shogird bo'lay deb kelishadi. Ular qo'lidan kelishi u yoqda tursin, mana masalan boshqa sohani, boshqa nimani kimni ishi yurishmasa shularga oson deb o'ylaydimi? Keladida. Yonida yursam, men ham zo'rib ketaman deb o'ylaydimi? Nima, qani desangiz hech narsa ko'rsata olmaydi-da. Unda faqat xohish bor. Boshqa hech narsa yo'q. Unaqasi ham uchrab turadi. Shu o'rinda bir savol kelgan. Sarvar Buxorodan. Zokir Ochildiyev, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'sh, shogirdlardan yoki bugungi yosh qiziqchilardan nechog'lik qoniqadilar? Sarvar Buxorodan. Iltimos shu savolni o'qing degan 7 marta yuboribdilar. 14 marta bo'lsa aytasiz, javob beramiz. Nima deysiz? Shogirddan qoniqish masalan yaxshi ma'noda menda bo'lmaydi. Shogirddan qoniqsangiz, уже bo'ldi deganida, endi bo'ldi degan. Shogirddan yana o'sha kamchiligi ustida ishlab, bundan ham zo'r qilishing mumkin degan. Yana mana bu pog'onaga chiqsa, mana bu pog'onani yo'li yana ko'rinaveradi odamga. O'sha qoniqdim, bo'ldi, sen endi ishlamasang ham bo'ladi o'zi deb bo'lmaydi-da. Har kuni yangilik, har kuni o'z ustida ishlash bularni, shogirdlarni va bizlarni bugungi dunyoqarashimiz, bugungi tajribamiz, bugungi repertuarimiz ertaga talabga javob bermaydi. Shuning uchun ertaga yana yangi izlanish kerak. Doim har kuni har sohadan xabardor bo'lib turish kerak. Shuning uchun shogirdlardan qoniqish mana shu ma'noda bo'lmaydi. U o'zimizdan ham qoniqish bo'lmaydi. O'sha qoniqqan kuning to'xtaysan deb endi institutda paytimizda aytilardi bu gaplar. O'zingizdan qoniqqan kuningiz, zo'r qildim, endi bopladim degan kuningiz to'xtaysizda. Shu ma'noda shogirdlardan ham o'zimizdan ham qoniqish bo'lmaydi. Rahmat. Zokir aka, Sohib aka, umuman filtr degan narsa bor. Hamma sohada, qiziqchida ham o'z ichidagi filtri bo'ladi. O'zi eng yangi narsa bu unutilgan eskilikdir dedi. Hamma soha yangilik qiladi, lekin qiziqchilar har doim orqaga qaraydi. Xalqni ichidan bo'lib o'tgan voqealardan olasiz. Lekin ularni qanday filtr qilasiz? Nimani berish kerak, nimani berish kerak emas. Konsertda nimani aytish kerak, ko'rsatuvlarda nimani aytish kerak, ijtimoiy tarmoqlarda nimani aytish kerak? Filtringiz bormi va u filtr qanday ishlaydi? Filtrimiz shaxsan menda filtr bu o'sha hayot tajribam, shu paytgacha eshitgan ustozlarimiz, ko'rgan ustozlarimiz va o'sha shu sohadan olgan tajribamiz, shunga tayanib bir narsa yozamiz, tayyorlaymiz va u ikkinchi bosqich tomoshabin filtr bo'ladi. Tomoshabin kichkina zallarda sinab ko'ramiz birinchi. Masalan, sanatoriyalar zallari 200 kishilik, 150 kishilik kichkina zallarda sinab ko'riladi. Ular qanaqa qabul qilishyapti? Konsert tugagandan keyin tomoshabinlarga ko'rinmagan holda ularni suhbatlarini eshitishga harakat qilaman. Muhokamalarni bilishingiz kerak. Ular shuni boplabdi. O'zimizga kelib ham aytadigan toifalari bor. Zo'r chiqibdi, nima bo'libdi? Kimdir o'sha paytni o'zida reaksiya bildirib yoradi. Ya oshib ketdi deyorishi mumkin, yo boshqa deyishi mumkin. Tomoshabinning o'zi eng yaxshi filtr tomoshabin bo'ladi. Hayot tajribamiz plus tomoshabinni nimasi. Keyin yana uyda bizlarda uy bekalarimiz ham filtr bo'lib ketgan. Ularga aytib beramiz birinchi nimalarni. Ular kulsa, ular kulsa ularga o'xshab qaraydiganlar tomoshabinning ichida juda ko'pchilikni tashkil qiladi-da. Bizga o'xshab qaraydiganlardan ko'ra.
shu ular ham filtr. Keyin shogirdlarga aytamiz, hamkasblarga aytamiz, o'zi to'g'ri bo'ladi. Filtr ko'p narsani o'zini ichiga oladi-da. Hozir bu yerda hozir endi bu yerda o'sha qaysi kulgu tomoshabin qabul qiladi-yu, qaysi kulguni tomoshabin qabul qilmaydi degan narsa bo'lyapti-da o'zi. Qo'yib o'rganingizdan keyin tomoshabin o'ziga keragisini olib qoladi, keragisi tushib qolaveradi. Ba'zida qo'pollik Lekin qiladi hazillar. asosiy filtr bu bizning milliyligimizda, Mentalitet. mentalitetligimizda. Bizni o'zbek kulgusi boshqa millatlar kulgusidan farq qilish kerak qiladi. va shunga asoslanib biz ijod qilishimiz kerak. Shunda umri uzoq bo'ladi. Mana misol uchun bu kishini hamma tomoshalarni gaplarida yoki bizada ham ijodimizga bunday nazar solinadigan bo'lsa, endi o'zimizni maqtamoqchi emasmiz. Biz asosan shu milliylikka, mentalitetga suyanib ijod qilamiz. To'g'ri narsa aytdilar. Qiziqchiligida faqat til tarjima qilinmaydi. Mentalitet ham tarjima qilinadi. Qadriyat muhim. Xayol degan narsa borda. O'sha mentaliteti bilan qo'shib tarjima qilmasangiz qabul bo'lmaydi tomoshabin Shunday. tomonidan. Rahmat. Ana endi esa ana shu filtrlardan o'tgan bir latifalardan eshitaylik. Nodir akam Latifa boydan beri eshitamizmi, qo'shiq eshitamizmi? qo'shiqqa keyin navbat beraylik. Nodir akam qarasam uxlab qolyapti ruchida. Ko'z ketib qolyapti. Ha, Zohid aka, Nodir aka gapiringlar. Bular sezdi, qo'lingga dastur molcha bilan filtr qilib o'tiribsan. Bular sezdi. Shuncha aytyapman. Jurnalistlardan bekitib bo'lmaydi. Xullas xotin uyda yotsa ovoz kelayotganmishda, yarim kechqurun. Ovoz kelyapti. Keyin uyg'onib qarasa, eri qotib qolgan xolodilnikni ochib muzlatgich iltimos cho'rsiga tashab qo'y. Cho'rsiga tashab qo'ying mana. Xotini keldi, dadasi shu darajada ham ichasizmi? Qanaqa taksi, u taksi emas-ku. U xolodilnik kiring yot. Ha. Kirib yotgan. 1 soatdan keyin yana uyg'onib keyin yana ovoz kelyapti. Xolodilnikni iltimos tashab qo'ying, erkak shunda ko'chada qolib ketmay, sovuq. Aka, iltimos tashab qo'ying cho'rsiga. Dadasi kiring. Xolodilnik deb aytyapman sizga. Kiring yoting, kirib yotgan. Ertalab sahar xotini tursa, shunday qarasa, xolodilnik ham yo'q ekan, eri ham yo'q ekan. Shunday qarab, ha, oxiri ko'ndiribdilar degan ekan. Buni boshqachasi ham bor. Bir akamiz rosa ichib. Bu boshqacha bo'lgan bu. Bu boshqacha bo'lgan, oxirini o'zgartiryapti Nodir. Rosa ichib olgan, kayfda uyga kelgan oyoqlar loy kirib ketdi, kiygan oyoq kiyimdan yechmasdan borib, eski xolodilnikka dirillab qolgan ekan, haligi Saratov degan xolodilniklar bo'lardi. Eshikdosh, iltimos, shahargacha yetib olaylik. Shahargacha yetib olaylik desa xotini, "Voy dadasi, uydasiz, bu xolodilnik nima qilyapsiz?" Ne qarab, xotinni bir urib, yarim kechasi ko'chada nima qo'yibsan? Bu aslida bunaqa bo'lgan. Qimmat restoran erkak kishini buyuradi, baribir ayol kishi odob saqlab turadi. Mana ofitsiantni chaqirib, bizga ikkita eng qimmat ichimligingizdan, keyin eng qimmat kofingizdan ikkita, keyin bizga eng qimmat steykingizdan ikkitadan buyurib olib keling debdi. Oxirida hisob kitob joyida yigit rangi o'chib ketibdi. Sizlardan 2 million 700 ming so'm bo'ladi degan ekan. Ya singlim bilaman, sizlarda hamma narsa qimmat, lekin bunaqa bo'lish kerak emas meni chamamda. Yo 2 million 700 ming debdi. Yo adashmayapsizmi, bitta ko'rsak bo'ladimi? Ana sizni ko'rsating, shotingiz deb qarasa, haqiqatan ofitsiant qizimiz shosterlik qilib 3 tadan yozgan ekan. Ya qizim, men sezdim. Adashyapsiz. 2 tadan buyurganman, siz 3 tadan yozibsiz. Adashibsiz singlim desa, yo siz adashyapsiz. Narigi xonada xotiningiz ham o'tiribdi. Shular nima yesa menga ham bittadan olib kelasan deb. Qarang, bo'lgan voqea bari qiziqda. Bu voqea o'zi mebel magazinda bo'lgan. Boshlanishi mebel magazinda bo'lgan. Anekdota kaveri bor, qarang. Kaver eslangdan chiqmasin, qiziqchilikka ham tadbiq qilishimiz kerak. Mana qo'shiqda kim eplay olmasa, buzib qo'ysa kaver deydi. Sizlar ham aytsalaring kulmasa kaver deydi. Aytsa yemasa. Kaver deymiz. Sizlar ham jurnalistlar, sizlar ham gapirayotgan paytlaringizda adashib qolsalar, kaver uslubida deydi. Mebel magazinda sotuvchi stullarni sotibdi. Aka, oling, mana zo'r stullar. Xaridor ham stullarni olib ketgan, ertasi kuni qaytarib olib kelibdi. Qanaqa stul sotdingiz? Rasmo stul ekan, sinib ketdi-yu desa, sotuvchi ham, bitta yarimta o'tirgan bo'lsa kerak-da degan ekan.
hayotiy anekdot latif aytib beraman sizlarga. 3 ta o'g'il maqtanayotganim işte men onam tug'ilgan kunlariga shunaqangi mashina gelik sovg'a qildim, $500,000 turadi. Ikkinchisi men onamga 3 qavatli uy sovg'a qildim. 3 qavatli dahshat hovli $2 million sotib oldim. Onamning tug'ilgan kunlari sovg'a qildim. Uchinchisi men onamga 5000 ta so'zni biladigan $5 million turadigan papugay sovg'a qildim. Gaplashib o'tiradilar-da, bir o'zlari otamiz yo'q-ku. Shuni sovg'a qildim. Onasidan xabar kelgan ekan, katta o'g'liga. Menga bu gelik mashinang nima kerak? Men minishni bilmasam. Yo'qat buningni. Ikkinchisiga xabar. Menga bu hovli nima kerak? O'zi birinchi etajda oyoqlarim og'riydi, bazorim 3 etajli hovli nima kerak? Yo'qat bu hovlingni. Uchinchisiga ham xabar. O'g'lim senga rahmat. Tabaka yeyishimni qaydan yaxshi ko'rishimni qaydan bilding debdi-da. Maza qilib yedim degan ekan-da. Olmurat nima demoqchi? Mikrofon tesa aytaveraman. Bir ayol o'lim to'shagida yotgan ekanda, eriga vasiyat qilyapti ekan, dadajonisi. Mabodo o'lib qolsam, iltimos uylanmang, bolalar qarovsiz qolmasin. O'g'ay ona barram o'g'aylik qiladi, bolalar qarovsiz qolmasin debdi. Er ayoliga vafo qilib uylanmabdi. Keyin bolalar katta bo'lib, boshqa oila quribdi-da, ota qarovsiz qolib ketibdi. Shu fursatlarda Shunga tushkun ko'rindingmi? Rustam ham nimadir deydimi yo demaydimi? Zokir aka, siz yuqorida aytdingiz, boshlovchi bo'lding, agar mana qo'shiq aytganingda so'zingni hech kim bo'lmasdi deb. Hozir ayni shu fursatga yetib keldik. Elbek aka qo'shiq ham aytib bermoqchilar. Radar haqida Boyagi ashula. latifa cover bo'lmadi nazarimda. Qo'shiq Haqiqiy cover cover. bo'larmikan bilmadim. Ko'raylikchi. Qo'shiqni cover qilish uchun navbat. Yaqinda Sizlarga radar sabr bilan bir qilish. voqea bo'ldi. Ustoz dedim, men o'zim Samarqandga bir joyda qizil svetoforga o'tib ketdim, men shu qizildan kelibdi, mana radardan qog'oz kelibdi desam, xuddi o'sha joyda men ham o'tgandim. Qaraydi deb bunday qaradilar. Mana siz ham o'tgan ekansiz, tushibsiz desam, buncha xursand bo'lasan, bu oldingisi deydilar. Marhamat. O'sha radar ashula. Radar. Bu hammani dardi. Gap so'z yo'q. Radar deganda hozir mana mashinalarimiz juda, o'zimizning mashinalar juda chiroqlari yorug'. Uni Moskvich degan mashina bo'lardi, sizlar ular ko'rmagan bo'lsanglar ham kerak. Nimasi xira bo'lardi, farasi xira bo'lardi. Lekin o'sha payt shofirlari juda pishiq bo'lardi. Har holatdan chiqib ketadi. O'shanaqa Moskvichi bor. Xira, endi yomg'ir ham yog'yapti, qorong'i tushgan, tuman ham bor, bir balo havo, tushunib bo'lmaydigan qiyin havoda kelyapsa, Tiko o'tib qopti. Tikolardan nimasi yorug' bo'ladi-ku, farasi. Orqasiga tushyapti, endi shu stri o'ngga bursa o'ngga buribdi, chapga bursa chapga burib yetib olay manzilga. Shu Tikoni farasidan foydalanib, Moskvich juda hushyorlik bilan bosib ketib, tezlashib, sekinlashib, burilib ketaverib, oxiri qars etib uribdi. Birovni farasiga ishonib bo'lmaydi-ku, qars etib uribdi. Moskvichda egasi yana shu stri odam oldinroq mush ko'taradiku, qo'rqoq. Shart tushib Tikoni shopirini bo'g'ibdi. Ey nomard, nimaga birdaniga ogohlantirmay to'xtaysan desa, qo'lingni ol, garajga kirdim degan ekan. Qarang, Radar deganday ilgari esinglarda bo'lsa eski radarlar bo'lardi-yu, katta mashinasiga qo'yib qo'yardi, uzoqdan yo bir daraxtga bog'lab qo'yardi. Mashinasiga qo'yib bitta dan xodimi qo'yib kutib uzoqdan bir mashina menga qo'yib kelyapti. Va Xudoga shukr, mana bitta go'sht bor. Hozir radarga tushadi. Kamida 1 kilo go'sht pulni olmasam qo'ymayman. Deb tursa, uni ham antradari bor ekan o'sha vaqtda. Yaqinlashganda sekinlab, ungacha bir qo'ylar ham o'tib qolgan ekan yo'ldan. Cho'pon qo'ylar haydab, sekin qo'ylar bosib ketgan. Kecha radarga tushmasam o'tib ketibdi. Gayni jahli chiqibdi, cho'pon so'kibdi-da. Asfaltda ham qo'yib boqasanmi? Desa, aslida bola chaqanglarni boqyapsiz deyvermiş. Men o'ylabman, haliga sekinlashsa yetmayapti deb shu radar bilan qarab yugurgan bo'lsa kerak. Eski anekdotda bu. Yashang. Endi yo'q demasanglar Rustamjonov bekorga kelmaganlar. Rustamjon, mikrofon oling. Sizdan nimadir eshitaylik. Qo'shiqqa navbat bermayapmiz. Qo'shiqdan oldin bir fikrlar, latifalar. Jasur aka, Dilrabo opa yuqorida juda ham chiroyli gap aytdinglar. Haqiqatda men baxtli insonman. Meni bayram bilan tabriklasanglar bo'ladi. Sababi shundoq odam bilan yonma-yon o'tirish, bitta sahnada yelka-yelka turish men uchun bayram, men uchun baxt.
O'ylaymanki, bu yerda o'tirgan har bir inson baxtli insonlarmiz, hammamiz. Bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz ham. Sababi yurtimizda tinchlik, xotirjamlik, to'ylar, bayramlar bo'lyapti. Darhaqiqat 1000 bo'lakka bo'lib dunyoni tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt ba'zan bilmaymiz. Baxtlar bilan bezatilgan taxt, Xudoyimga yetsa bas zoring, kimdir seni sog'insa shu baxt aslida dunyoda boring. Kimlarnidir sevib, sog'inib, intizorla uni kutganing. Baxt aslida tomog'ing bilan bir qultum suvni yutganing. Hamma yerda baxtlaring sochiq, bahorlardan go'zallik yiqqan. Baxt emasmi ko'zlaring ochiq, osmonga boq, ko'kka oy chiqqan. Senga yana nima yetmaydi? Hattoki baxt yelib tolmoqlik. Hammaga ham nasib etmaydi. Tongda turib nafas olmoqlik. Yasha. Baxtimizga ko'z tegmasin. Baxtinglarga ko'z tegmasin. Bitta jup bo'lsin, bitta qo'shiq eshitamiz endi sizdan. Xo'p bo'ladi. Aha. Bu hammamiz uchun eng oliy baxt. Lekin Rustamjon uchun juda ham oliy baxt. Ota farzand bitta kasbda yonma-yon sahnada birga ijod qilishi, birga yurishi. Ko'p bo'ladi do'st tanishlarim, oson bitar barcha ishlarim, temirni ham teshar tishlarim, dadajonim yonimda bo'lsa. Hey. Uyim fayzga to'laveradi, hammasi zo'r bo'laveradi, otajonim yonimda bo'lsa. Tegmay o'tar dushman otgan o'q, hatto hayot qilolmaydi do'q, qayda yurmay ko'nglim turar to'q, otajonim yonimda bo'lsa. Ko'p yashasin menga ko'p kerak, suyangani tog'im yo'q bo'lak, begonadan kutmayman ko'mak, otajonim, qiblagohim, duogo'yim yonimda bo'lsa. Salomat. Ota haqida she'r bo'ldi, ona haqida qo'shiq bo'ladi hozir. Shundaymi? Ona haqida qo'shig'i imkon bo'lsa. Ota haqida she'r bo'ldi, ona haqida qo'shiq tinglaymiz, onajonlarimiz haqida. Ajoyib qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Ha. Ona bitta o'pay ko'zlaringizdan, shamdayin eridim so'zlaringizdan. Ona bitta o'pay ko'zlaringizdan, shamdayin eridim so'zlaringizdan. Rayhon ulolalar ketar ochilib, yursangiz qaytomon izlaringizdan. Rayhon ulolalar ketar ochilib, yursangiz qaytomon izlaringizdan. Sizni rozi qilsam tavof bo'ladi, mehringizga mehrim javob bo'ladi. Sizni rozi qilsam tavof bo'ladi, mehringizga mehrim javob bo'ladi. Rasululloh aytgan savob bo'ladi, Rasululloh aytgan savob bo'ladi. Onam bitta o'pay ko'zlaringizdan, onam bitta o'pay ko'zlaringizdan, onam bitta o'pay ko'zlaringizdan, onam bitta o'pay ko'zlaringizdan. Onam bitta o'pay ko'zlaringizdan, aylanay oydayin yuzlaringizdan. Onam bitta o'pay ko'zlaringizdan, aylanay oydayin yuzlaringizdan. Mehnatlaringizni rohatini ko'ring, nevara evara o'g'il qizlaringizdan. Mehnatlaringizni rohatini ko'ring, nevara evara o'g'il qizlaringizdan. Ona bitta o'pay ko'zlaringizdan, shamdayin eridim so'zlaringizdan. Rayhon ulolalar ketar ochilib, yursangiz qaytomon izlaringizdan. Rayhon ulolalar ketar ochilib, yursangiz qaytomon izlaringizdan. Bolam deya jonim o'tda yoqqan, quvon
bo'lsa ham ko'zidan yoshlar oqqan. Bolam deya jonim o'tda yoqqan. Bemor bo'lsam ko'zidan yoshlar oqqan. Kunlar bedor bo'lib ko'zimga boqqan. Kunlar beorom ko'zimga boqqan. Onam bitta o'pay ko'zlaringizdan. 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 Ko'zlaringizdan. Ang Rustam doston, salomat bo'ling. Baxtimizga onajonlar omon bo'lsin va bizga SMSlar kelyapti. Assalomu alaykum. Mazza qilib kulyapmiz, omon bo'linglar. So'z ustalariga katta rahmat. Samarqanddan Anvarjon. Kursdoshlarim Jamila va yaqinlarim bugun tavallud topgan, ya'ni men sizni ashaddiy muxlisingiz Samarqanddan deyilgan. Kursdoshingiz Guliston davlat universiteti filologiya fakulteti fanlari talabalari nomidan, bitiruvchilari nomidan, barcha yaqinlar nomidan ko'rsatuvga omad tilayman. Xo'sh, qaynisinglim Madinaxonni bugun tug'ilgan kunlari, ota-onasi baxtiga omon bo'lsin, baxtli qiz bo'lsinlar, kelinoyingiz Sirdaryodan deyilgan. Qiziqchilarimizni birgalikda jamoa bo'lib turishlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Obid aka rahmatlining ko'rsatuvi bor edi-ku, kuldiring. Esimga tushib ketdi. Zokir aka, imkon bormi? Shogirdlar bilan bir ko'rsatuv yoki konsert qo'yish. Qo'ldoshevlar xonadoni deyilgan. Albatta yaxshi fikr bo'pti. Mana o'zlaring aytinglar, mana qani. Nima bu? Kimning vaqti bor? Qani. Birlashamizmi yo tarqalamizmi? Yo, yaxshi fikr. O'sha xuddi o'sha kulish shart degan ko'rsatuvlar bo'lardi. Eski hamma kulish shart emas degan bo'lardi. Ruslarda papugay degan ko'rsatuv bo'lardi. Buni albatta biz qilib ko'rishga harakat qilamiz. Bironta bir kanalda shu biron soatlik haftada bir marta bo'ladigan o'sha bo'lgan voqealardan va latifalardan ulashadigan xalqimiz yaxshi ko'radi. Shakli aniq, lekin uni ichini go'zal yaxshi ko'radi. Bu o'ylab ko'riladigan narsa, bor, planimizda bor narsa, nasib bo'lsa, albatta buni birgalashib, mana qahqahachilar bor, shogirdlar, hamkasblar bor. Akulalar bor. Nasib. O'sha asosiy doimo ishtirok etadigan bir 10 ta topishimiz kerak-da, keyin qolganlar vaqtiga qarab kelib ketib turadigan qilib tashkil qilsa bo'ladi. Qo'ldoshlar xonadoniga rahmat savol uchun. Shakli aniq. Qara, boshlovchi tayyor, boshlovchi. Hozir o'shalar 3 ta boshlovchini ko'rib, men aytayapman, mana yangi sitora paydo bo'ldi deyapman. Ustoz, agar bilsangiz, biz yoshligimizda shu Nikolini ko'rsatuvi bo'lardi. Yo'q, bilmas ekanman. Papugay. Beli papugay. Beli papugay. Beli papugay. Beli papugay. Bo'lardi. O'shanda o'shanaqa ko'rsatuv qilsak bo'lar ekan deb hozir mana bu qo'ldoshlarni Ko'rsatuv sabab yangi g'oyalar paydo bo'lib, zora bir tomoshabinlar qiziq bir narsaga guvoh bo'lib Fidoyiroq odamlar kerak bo'ladi-da hozir. hamma Bu ko'rish ko'rsatuvga. shart emas degan ko'rsatuv ham bo'lar edi. Hozir sizdan oldinroq ikkalasini ham aytdim. Bu meni hayolimda bor narsa, lekin yig'ish qiyinroq. Hozirgi paytda bilasizki, haligi pulsiz joyga va ajratish qiyinroq. Shunga ozgina fidoyilik kerak. O'sha fidoyilik kerak bo'ladi. Shu xalqimiz uchun, kelajagimiz uchun, kelajak avlod ko'radi, buni har bir sonini qoladi, bu muhrlanib qoladi degan qarashda qilsa, qiziqchilar birlashishi mumkin. Sohib aka, masalan, siz qanday qaraysiz shu taklifga? Qo'shilasizmi guruhga agar shunday? Navoiyda olinsa. Haziladi. Bizga buni taklif ham bo'ldi Sevimli kanalidan. Shu mana shunaqa yo'nalishdagi ko'rsatuv qilib beringlar degan, keyin o'tirib gaplashdik. Nima bo'ldi? Yig'ilish imkoni bo'lmadimi? Yig'ilish imkoniyat, keyin keladigan ular bu qiziqchilarning har bittasi o'zini o'rni bor, bugungi kunda muxlisi bor, o'zini auditoriyasi bor. Bularda vaqt masalasi qiyin. Hozir bularni yig'ilishi, haligi bularni bekorchiligidan emas. Yo'q, bekorchiligidan emas. Bu omon ko'rsatuvni shu haligi Bormisiz, omonmisiz? Ya, omon bormisiz, omonmisizda haligi kuchli ekanligidan bular kelganligi. Shuning uchun moddiy tomon ham birinchi o'rinda turadi bu narsa. Gonorar masalasi birinchi o'rinda turadi. Shu narsani agar yo'lga qo'yilsa,
xalq uchun ham so'ramasin muxlisini deb fidoyilik deyapman. chiroyli qilib tushuntirganda fidoyilar kerak. uchta ko'rsatuvga fidoyilik qiladi, undan keyin ketdi shu bilan. Mana birgina masalan sizlarni ikkalalangni mana shu yerda o'tirishdan ham ozgina fidoyilik bor. Odilangda maqtash emas. Bo'lmasa oyligi kattaroq, daromadi kattaroq joyga intilsalaring ketib qolasizlar-da. Mana shunaqa ma'noda aytyapman. Fidoyiroq insonlarni, fidoyi insonlarni borligi uchun mana shunaqa kanallar yashnab turibdi. Hamma tashlab katta daromadli joyga ursa bu ishlarni kim qiladi? Shu ma'noda fidoyi odamlar qiziqishlarida ham albatta kerak. Bulardan masalan ishonsa bo'ladi. Ularga ham Kimga ishonmaysiz shu yerdagi? Fidoyilik qila olmasligiga. Ochiq gaplashaylik. Sizmi deyman o'sha odam? yo'q, bunga aytganingiz tegib ketyapti-da, bunga tegib ketyapti. O'zi biladi-da. Ha. Endi o'sha nima deydi, o'zini kelajagini ko'ra oladigan odam, o'zini sohasini nima deydi, yaxshi ma'noda jinnasi deydi-ku, o'zini sohasini fidoyisida, endi bunday olib qaraganda o'shanaqa odamlar kerak bo'ladi. Endi mana bularni hammalarini taklif qilsak, menimcha bo'ladi. Zokir aka oyiga bir kun ajratsa ham Yetadi. bir kunda ikkita ko'rsatuv olsa, masalan 2 haftadan bittadan yangi ketishi mumkin bo'ladi o'shanda ham. Oyida 2 kun ajratishsa, demak har hafta bittadan yangi ketsa bo'ladi. Endi bugungi kunda imkoniyatlari ko'p, ko'rsatuvni bo'lib tarqatish imkoniyati YouTube ijtimoiy tarmog'i, Bu bitta ikkita odam bilan, boya aytganda bitta ikkita odam bilan hal bo'lmaydi-da, kamida 10 ta fidoyi kerak, boyaga aytganimizcha. Doimo o'sha bu uchun vaqt ajratganman, bu yerda syomkamiz bor deb hali pullik joyga ketib qolmaydigan 10 ta odam bo'lsa, keyin yana 5 ta 6 ta mehmon taklif qilinsa, mehmon keladi, tushib ketadi. Shu bilan keyingi soniga vaqti bo'lsa keladi, bo'lsa ketaveradi. Shunaqangi qilinish kerak. Menimcha bu reja amalga oshadi. Oshadigan narsa. Chunki o'zimizga ham foyda bu narsa. O'zimizga ham foyda. Odam mana shunaqangi mas'uliyatli joy bo'lgandan keyin izlanishga o'z-o'zidan majbur bo'ladi. Bir yangiroq narsa olib boray. Yangi fikr aytgisi, yangi gap aytgisi keladi. Yo'q, Olmurod masalan quruvchi bo'lib turib shunday kuldiryapti, men kuldira olmayman deb bular haligi o'zidan harakat qilib qoladi. Bitta voqea bo'ldida, shu yangi yil soni ko'rsatuvlar kanallarda syomka bo'lyapti. Shunda biz endi eski ta'lim, eski demaymiz, oldingi ta'lim tarbiya vaqtida o'qilganmiz. Misol uchun soat mana bugun bizga bu ko'rsatuv 12:30 da shu yerda bo'linglar deyildimi? Biz 12:25 da hammamiz shu yerda edik. Biz shunaqa ta'lim tahsil olganmiz. Mas'uliyatli insonsiz. Lekin bugun o'sha yangi yil syomkalarida biz aytilgan vaqtda bordik. Lekin biz bilan birgalikda ko'rsatuvga chiqadigan bugungi kunda telefonlar orqali mashhur bo'lgan vaynchilardan bitta ikkitasi ham bor ekan. Ishonasizmi, 2 soat, 2,5 soat kechikib keldi. Yana qornim och deb 2,5 soat ovqatlanib berdi. Sochini to'g'riladi, boshqa qildi. Shuncha vaqt biz kutib o'tirdik-da, shunda ham ketib qolmadik. Iltimos ketib qolmaylik, iltimos ketib qolmaylik. Biz tashlab ketmadik, lekin Xafa bo'lasiz bunaqa odamlardan. Bugungi kunda trendda ekanligi kutadida kerak bo'lsa deb mana shunaqa sovuq munosabatda ko'rsatuvga chaqirganingizdan keyin vaqtida kelmasligi, bular hammasi odamni sovutib tashlaydi qiladigan ishda. Agar keladiganlarda hammasida mas'uliyat bilan keladigan bo'lsa qiziqchilar va boshida turgan o'sha ustozda yoki shu muallifni talabiga javob beradigan bo'lsa, bu ko'rsatuv bardavomligi ham ancha uzoq bo'ladi va sifati ham yaxshi bo'ladi. Rahmat. Xo'sh. Bu savolga keyin beraman, chunki Zokir akam bu fidoyilik deyapsiz-da. Yana fidoyilik haqida savol berasiz. Unaqa emas. 2 marta aytdim, fidoyilik dedim. Juda ko'payib ketdi. Eng alamlisi bor-da aka. Fidoyi insonlarning qadriga hamma ham yetolmaydi-da. Shunisi bor. Qachondir Akam qadrlanadi. aytdilar, mana qarang, qayergadir bordim, syomkaga bordim. Bizdan keyin chiqqanlar mas'uliyatsiz yondashib keldi, ko'kka ko'tarishyapti. Misolda fidoyi bo'lib borganlar, vaqtini vaqtiga chamalab. Shunday. Demoqchimanki, bitta qo'shiq eshitaylik bir gap bo'ladi. Gapirsa gap ko'p. Demoqchimanki, gapirsa gap. Bu, yo'q, 3 ta nuqtali javob. Ketdik. Umidjon aka, Umidjon Qoraboyevdan umidimiz bor. ajoyib qo'shiq. Shaloladek jo'shib ketarman, otam bilan onam o'ynasa. Shaloladek
jo'shib ketarman ey otam bilan onam o'ynasa yetmagan orzumga yetarman ey otam bilan onam o'ynasa yetmagan orzumga yetarman ey otam bilan onam o'ynasa sayin jo'shar hislarim shaloladek toshar o'ylarim lahza sayin jo'shar hislarim shaloladek toshar o'ylarim shuv bo'lib ketar kuylarim ey otam bilan onam o'ynasa shuv bo'lib ketar kuylarim ey otam bilan onam o'ynasa otam bilan onam o'ynasa yo'q tuylar mendek baxtliroq ey otam bilan onam o'ynasa hamisha men kuylab o'tarman elni to'yga chorlab o'tarman hamisha men kuylab o'tarman elni to'yga chorlab o'tarman umidingman porlab o'tarman ey otam bilan onam o'ynasa umidingman porlab o'tarman ey otam bilan onam o'ynasa otam bilan onam o'ynasa otam bilan onam o'ynasa Rahmat, go'zal. Rahmat, salomat bo'ling, minnatdorlik bildiramiz. Marhamat. Hurmatli qiziqchilar, barchangizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hamma sohada, xullas, ijodiy yo'nalishlarda yangiliklar kirib kelyapti. Mana cover haqida gaplashdik. Qiziqchilikda ham stand-up masalan, yana qandaydir bir yangi vaynerlar paydo bo'lyapti. Nima deydi? Faqatgina ssenariy bilan ishlaydigan qiziqchilar paydo bo'lyapti. Biz ularni juda ham ko'plarni ko'rsatuvga taklif etganimizda improvizatsiyasiga guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun bugungi kunda qiziqchilikni kelajagini qanday ko'rasiz? Ishonchli qo'llardami? Siz mana bugungi kunda yana har xil jamoalar bor, konsertlar bor, juda ham xunuk, kulgu ham ikki turga bo'linadi-da. Toza kulgu bor, nima deydi, boshqacharoq kulgular bor, qanaqadir boshqa mavzularga o'tmasa insonlarni kuldira olmaydigan shunday jamoalar paydo bo'lyapti. Umuman kulguni, qiziqchilikni kelajagini qanday ko'rasiz? Nimalar sizni xavotirga soladi? Endi agar hozirgi yoshlardan nolasalar qiziq bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men nolamayman yoshlarimizdan. Men avvalambor mana shu yo'nalishni tanlaganlarni o'zini boyagidek fidoyilik deyman-da. Bu yo'nalish juda qiyin yo'nalishda. Qo'shiqchilikni tanlaganda ham mayli edi-da. Qo'shiqchilikni masalan bitta qo'shiqni 50 yil aytsangiz, tomoshabinlar yodlab olib, qo'shilib sizdan aytib yana so'raveradi-da. Bularni har kuni bitta gapi bir marta aytilgandan eskiradigan soha. Qiziqchilikni hazilni hamma ham tushunmaydi uni ustiga boshqa. Hamma yaxshi ko'radi. Kulguni hamma yaxshi ko'radi. Kulgu bo'lishni hech kim xohlamaydi. Hamma men boshqaga hazil qilishimni xohlaydi, o'ziga hazil qilsa birdan jiddiy tortib, nima deganing deb gapga tus berishni boshlaydi-da. Kulishni hamma yaxshi ko'radi lekin. Bu sohani tanlashganini o'ziga masalan men rahmat deyman-da. Mana bu yerda o'tirgan shogirdlarimizga va bu yerga kelmagan shu sohani davomchilariga, yoshlarga men o'g'ildir, qizdir hammasiga
tashakkur bildiraman. Qo'llab Bu quvvatlaymiz. fidoyilik. ishonchli qo'llarda. Ha. Ishonchli qo'llarda deb ishonchli o'ylaysiz. qo'llarda desam bo'ladi. Endi mana bularni ko'rib turibsizlar. Endi bular masalan bizani atrofimizda, masalan ustoz Hojiboy Tojiboyevning yo'nalishlarida va bizning yo'nalishimiz atrofida bular endi ijod qilib shu yo'lda, shu relsda bular shunday ketadi. Siz aytganda stand up yo'nalishi boshqa deyapsiz. Ular ham hozir meni xursand qiladigan joyi bor. O'sha Mirshakar Fayzullayev boshchiligida o'sha stand upchilar o'zlarini sahnalarini yaratishgan. Endi to'g'risini aytsak, tan olib aytadigan bo'lsak, o'zlarining yo'llarini yaratishyapti. U Mirshakar juda aqlli bola ekan, o'zini maktabini yaratyapti va shogirdlarni shunga tarbiyalab, shogirdlar уже meva berishni boshlagan. Shogirdlari har ikkitasi bittadan bo'lib olib, har bittasi alohida ko'rsatuvlar qilib, o'sha xalqimizga xizmat qilyapti-da ular. Demoqchimanki, masalan Mirshakar bor, Ozod bor, boshqa o'sha bo'lgan jamoadan men xursand tomonim, ular ko'proq haligi ilmga harakat qilishyapti-da. Intellektual yumor desa bo'ladi ularning. Intellektual yumorga harakat qilishyapti. Bu juda ham to'g'ri yo'l deb bilaman va nima deydi? Haligi umri bor, hayoti bor yo'l deb bilaman. Ularga ham omad tilayman. Endi bular har kun yonimizda va o'zimizni xalqimiz o'rgangan o'sha ustoz Hojiboy Tojiboyevlarni, Muhiddin Darveshevlarni yo'lini davom ettiradigan o'sha avlod, bu avlod sizni atrofingizda. Bularga ham ishonaman, xudo xolasa. Bu hech ham haligi xavotir qiladigan joyi yo'q. Albatta zamonani o'zi yana siz kutmagan talantlarni, o'sha zamonaga mos talantlarni yana tuhfa qilaveradi. U tugab qolmaydi-da. Mana bundan 50 yil oldin ijod qilgan qiziqchi hozirgi sharoitga ijod qila olmasligi mumkin. Ko'nikolmasligi, ijod qila olmasligi, uni qobiliyati bunga talabga javob bermasligi mumkin. Mana bizani masalan bilimimiz, o'qigan kitobimiz bir 10 yildan keyin xalaqit qiladi. U o'zgarib ketadi. Nima qo'polroq tomonga o'zgaradi. Faqat yaxshi tomonga o'zgarmaydi-da. Talab shunaqa tomoshabinlar chiqadiki, yo sho'xidan bo'lsin deydi. Sho'xidan degani hali biz hozir behayo ekan deb eshitmaymiz-ku. Ana shular sho'xidan bo'lsin deb 10 yildan keyin so'rab eshitadi. Shunaqa endi avlod keladi-da yana. Biz endi ularning orqasidan ketmasligimiz kerak. Biz o'zimizni nimamizni, auditoriyamizni ushlab qolishimiz kerak. O'sib kelayotgan avlodlarga shubhamiz yo'q ekanki, istardimki bir jiddiy javob bermang. Sun'iy intellektdan qiziqchilar qo'rqishmayaptimi? Sun'iy intellektdan qiziqchilik, sun'iy intellekt chunki hamma ishni qilar ekan, lekin qiziqchilik qila olmas ekan. Latifa yozib bera olmaydimi? Aniq bo'ldimi ish qilib? Shu aniq bo'ldi. Boshqa ishlarning o'rnini egallashi mumkin ekan. Lekin eng qizig'i sun'iy intellekt latifa yozib beradi, o'zimiz bilgan latifani yozib beryapti-da. Yangisi yo'q. Yangilik qila olmaydi. Endi bularga Sun'iy intellektni ham orzu qiziqchi bo'lsak. Bularga beradigan savolingizga javob beradigan bo'lsam, Jiddiy bo'lib ketdi. Da, sun'iy intellekt endi u sun'iyda, baribir joni yo'q. Mana masalan, qo'shiqchilar jonli ijro bor, fonogramma bor, to'g'rimi? Fonogrammani rosa eshitdikmi, maza qilib, to'ydikmi fonogrammadan? Endi jonli ijroga yana nima tug'ildimi? Talab, yana jonli ijroga ko'proq to'lashyaptimi? Xuddi mana shunday o'sha sun'iy intellekt ham u yerda jon yo'q-da baribir. O'sha mehr yo'q, nima yo'q, shu men o'ylayman, jonli qiziqchi doimo kerak bo'ladi deb o'ylayman. Mana misol uchun qo'shiqchilar bilan misol qilib tushuntiradigan bo'lsam, biz yoshligimizda mana otalarimiz Ortiq otajonov, Bobomurod Hamdamov yoki o'sha Qora ko'zim kelamardim, o'sha qo'shiqlarni eshitsa yoki qiz bolaga atlas ko'ylak yarashmaydimi, maza qilib eshitib o'tirardi-da. Biz haligi kasetani olib qo'yib, o'zimizni eshitadigan Davron G'oyibni qo'ysak, kerak emas, shangli. Otam urishardi, yo'qot buningni derdi-da. Hozirgi kunda bolalar, misol uchun Jennifer Lopez eshityapti yoki boshqa zamonaviy hozirgi kunda biz ham yo'qot buningni deydigan bo'ldik-da. Erta bir kun bular eshitadi, ular bolalar ham xuddi shunday. Deb eshitmay qo'yadi bular. Xuddi shunday zamon davr o'zgarishi bilan yangilik va yangilar chiqib kelaveradi. Bugungi kunda o'sha stand-upchilar deyapmiz hozir. Bu qiziqchilikdan ham qiyin stand-upchilik. Chunki bunda sohani mukammallashganroq varianti demak. Juda ham mukammal. Bunda so'z boyligingiz juda ham boy bo'lish kerak. Uni ustiga
hozir javoblik bo'lish kerak. Bu mana bizda yodlab yoki bir latifani eshitib badiylashtirib aytib berishimizdan ham bularniki mukammal. Xuddi shunday zamonaviy bilim kuchli bo'lishi kerakda. Nodir aka marhamat. Yo'q, men hech narsa demoqchi emasman. Sun'iy intellektdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Men u bilan muloqotga kirishdim. Endi uni sun'iy intellekt qilayotgan ishini ustidan kulsak bizga bir mavzu ekan u sun'iy intellektda. Biz uchun bir mavzu bo'ladi. Qiziqchilar uchun ham yangi Ha, mavzu. agar ozgina e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha narsadan topsangiz bo'lar ekan. Yaqinda biz ko'rsatuv ChatGPT bir narsa deydi. O'shana mavzuda bir narsa oldik, akular ko'rsatuvimiz. Doktorning oldiga keladi-da, doktor iltimos oshqozonim og'riyapti deydi. Oshqozon og'riyapti desa, ha bo'ldi chiqib turing, hozir sizga bitta retsept yozib beraman, diagnoz qo'yib beraman deydi-da, chiqib ketgandan keyin ChatGPT jon iltimos oshqozon kasallik to'g'risida bitta ma'lumot berib yubor deydi. Unisi keladi, hammasiga retsept dorilar bilan yozib bergandan keyin tashqariga chiqqanda navbatda kutib turganlar, tappa tayyor mol doktori edi shu deydi. Mana rivojlanib ketdi, zamon rivojlanib ketdi, ish qilib, uni nimalari bor ekan, haligi limitlari bor ekan, tugab qolar ekan, bir narsalari bor ekan. Xullas, xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu insonni o'zini tafakkuriga, o'zini dunyo qarashiga bog'liq bo'lgan narsa. Ne eshityapmiz sun'iy intellektlarda ham ajrashib ketayotganlarni, boshqa bo'layotganlarni sun'iy intellekt bilan gaplashib, jinni bo'lib qolganlarni ham ko'ryapmiz. Bu insonni o'sha ongi qanchalik nimasiga, ozuqa, ma'naviy ozuqasi qanchalik yaxshi bo'lsa, o'shanga qarab, undan qo'rqmasa ham bo'ladi. Sun'iy intellektga chidab beradigan immunitetimizni ham rivojlantirishimiz kerak, emlanishimiz kerakda sun'iy intellektga qarshi. Endi sun'iy intellekt haqida bu ham gapiryapmiz, aqlimiz yetguncha. Endi bugungi holat haqida gapiryapmiz-da. U 5 yildan keyin nima bo'ladi, qaysi darajaga chiqadi, 10 yildan keyin qaysi darajaga chiqadi, buni birgalikda batafsil darakchida. Elbek aka marhamat. Men ham shu gaplarni aytmoqchi edim. Xuddi yangi gapingiz borday. Yo'q, men hozir sun'iy intellekt deyaptilar. Ketib qoladi-da, guli-guliga kelsa deydi, gulidan o'tib ketib qoldi-da. Endi ChatGPT deyaptilar. Dastur. Senga bitta dastur. ChatGPT deyapti. 5-oktyabrda yangi konsert beryapti-da Elbek. 5-oktyabrga Turkiston san'at saroyida ikkinchi konsert. navbatdagi konsert. Mana senga bitta dastur sun'iy intellekt to'g'risida yaxshi nomer Bu reklama emas. 5-oktyabr kuni 2 seans konsert beryapti, boringlar. Biza reklama qilayotganmiz. O'tgan yil ham konsert berib, undan oldin ham konsert beruvdi. Bu 3-konsertdan keyin 5-oktyabr Turkiston san'at saroyida. Boramiz. Sun'iy intellektdan qo'rqmanglar, sun'iy intellekt o'z nomi bilan sun'iy. Otasidan so'ramagan maslahatni sun'iy intellektdan so'rayapti, ChatGPTdan. Lekin otasining gapiga kirmagan, ChatGPTning gapiga kiryapti. Qo'rqma deganda haligi Hosil Rahmon ham qo'shib bor, sun'iy intellektdan qo'rqma bolam, u ham bolam deydi. Sun'iy intellekt deyapmiz, sun'iy, lekin bugungi kulgilar, suhbatlar tabiiy bo'lyapti va tabiiy bo'ldi. Chunki soatimizga e'tibor beramiz, o'z nihoyasiga yetyapti. Ustoz, katta rahmat kelganingiz uchun. Akalar, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bugun haqiqatan boshqacha bo'ldi, Zokir aka aytganingizdek. Endi qiziyotuvdi-da. 1,5 soat hattoki o'tib ketyapti. An'anaga muvofiq bitta qo'shiq bilan dasturga yakunlashimiz kerak. Rustam Doston tayyorlar. Undan oldin biroz Zokir aka muxlislarga, shogirdlar va biz nomimizdan tabrik, tilak va xayr. Hammamizni nomimizdan men shu fursatdan foydalanib, sizlarning ruxsatlaringiz bilan albatta tomoshabinlarimizning ruxsatlari bilan ertaga 15-avgust kuni mana kichkina qizim Nilufar tug'ilgan kuni. Shu bilan chin ko'ngildan tabriklayman Nilufar, sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, baxtli bo'lgin. Tabriklayman. Mana rejissyorimiz ham Sun'iy intellekt qarsakcha bor. Rejissyorimiz ham qarsaklar qo'yib yubordilar, qabul qilasizlar mana shu ijodkorlar nomidan. Albatta Nodir dadalarni ham tabriklaymiz. Qachon tug'ilgan kunlar? Bu yana kimni qachon Hamma tabriklarni. Akam tug'ilgan kuni tabriklayman. Meni qaynakam tug'ilgan kuni 15-avgust. Bo'l. Demak, hamma tug'ilgan azizlar. Shu sir ochilib qoldi. Kimdir? Xullas kalom, hammaga rahmat, sizlarga rahmat, taklif uchun rahmat va qo'shib berilgan vaqt uchun rejissyorlarimizga ham rahmat. Xuddi futbolda 30 daqiqa qo'shib berishdi. Ularga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Yo'q demay vaqt ajratib kelganingizlarga. Yana kerak bo'lsa chaqiraverasizlar. Biz qo'limizdan kelgancha mana shu darajadagi hazillarimiz bilan kelaveramiz. Fidoyilarcha. Salomat bo'ling. Rustam Doston, marhamat. Hammaga rahmat. Go'zal qo'shiq bilan yakun yasaymiz. Salomat bo'ling.
ko'chamizdan o'tmading, arazladingmi yana? Tor ko'chamiz yo yoqmadimi, arazladingmi yana? Yor ko'chamizdan o'tmading, arazladingmi yana? Chang ko'chamiz yo yoqmadimi, arazladingmi yana? Mana necha kun yor, ko'ngil umidvor, kelib qolar deya kutarman bedor. Mana necha kun yor, ko'ngil umidvor, kelib qolar deya kutarman bedor. Yor ko'chamizdan o'tmading, arazladingmi yana? Tor ko'chamiz yo yoqmadimi, arazladingmi yana? Yor ko'chamizdan o'tmading, arazladingmi yana? Chang ko'chamiz yo yoqmadimi, arazladingmi yana? Oqdancha yonmadi sog'inchdan yurak, hech dardim qolmadi o'zingdan bo'lak. Yor mani qandayin tushunsang tushun, ko'rmasam bo'lmaydi man seni bugun. Yor ko'chamizdan o'tmading, arazladingmi yana? Tor ko'chamiz yo yoqmadimi, arazladingmi yana? Yor ko'chamizdan o'tmading, arazladingmi yana? Chang ko'chamiz yo yoqmadimi, arazladingmi yana? Borimdan kechaymi, ey yo'g'imdan kechay. Bu dardu hasratim men kimga aytay? Mana necha kun yor, ko'ngil umidvor, kelib